Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Bugungi C# asoslari 4-darsimizda ma'lumotlar turlarini ko'rib chiqamiz. C# tili qat'iy tiplangan til hisoblangani uchun har bir obyektni hosil qilishda uni tipini ko'rsatish kerak bo'ladi. Tiplarning turi har xil bo'ladi. Bugungi darsimizda 5 ta tipni ko'rib chiqamiz. Birinchisi bu integer, ikkinchisi float, double, keyin decimal, undan keyin boolean, booleandan keyin charlarni ko'rib chiqamiz. Birinchisi bu integer tiplari, ya'ni butun sonlar. Integer bu butun sonlarni saqlash uchun ishlatiladigan ma'lumot turi. E'tibor bersangiz, jadvalda butun sonlarni saqlash uchun ko'p ma'lumot turi bor. Ular nimada farqlanadi? Biz ma'lumotni saqlash uchun o'zgaruvchiga ma'lumotlar tipini berishda uni hajmini belgilab berishimiz kerak bo'ladi. Biz o'zgaruvchiga ma'lumot turini belgilayotganda uni qancha informatsiya, ya'ni xotirada qancha joy egallashini belgilab berishimiz kerak bo'ladi. Masalan, mana tablitsada ko'rsatilgan integer butun sonlar tiplarini ko'rsak, e'tibor bersangiz, bu yerda 4 ta ustun bor. Birinchisi ma'lumot turi, keyin signed, unsigned, ya'ni bu matematikadan bilamiz. Signed bu znakli, unsigned znaksiz. Belgisiz degani bu agar biror sonni oldida belgi bo'lmasa, bu tushunamizki plus. Ya'ni plusli sonlar, signed bu ham minus, ham plusli sonlarni ichiga qamrab oladi. O'sha ma'lumot turi, masalan, byte ko'rib chiqsak, byteda 8 bit hajm oladi va u 0 dan 255 gacha. U unsigned, ya'ni minuslar buni ichiga kirmaydi. Znak faqat znaksizlar degani, belgisizlar. Oldida belgisizlar ishlatiladi. S byte shuni sheriga ham 8 bit oladi, faqat u -128 dan 127 gacha. Ya'ni hajmi bir xil. Qolganlari ham shunday juft keladi. Short. Bittasi signed, bittasi unsigned. Ikkovsi ham 16 bit. Faqat bittasida -32768 dan +32767 gacha. U short, unda minuslar yo'q, 0 dan 65535 gacha. C# o'zi asosan butun sonlar uchun by default beriladi. Masalan, implicit typing qiymat bersak, butun qiymat bersak, u int deb oladi. Agar biz kichikroq yoki kattaroq hajmdagi ma'lumot turini olmoqchi bo'lsak, uni tipini o'zimiz ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Va eng katta ma'lumot turi bu yerda long bilan ulong, u juda katta sonlar uchun mo'ljallangan, 64 bit egallaydi. Long bu signed, bu minus va plus sonlar kiradi. Ulong shuni faqat musbat sonlar uchun mo'ljallangan turi. Butun sonlar shulardan iborat asosan. Undan keyin haqiqiy sonlar bor. Float va double, decimal ham bor, uni keyin ko'rib chiqamiz. C# by default yana o'sha aytganimdek varni bersak, double da oladi. C# uchun haqiqiy sonlarni qamalchani berilgan turi double. Masalan, 1.01 varni bo'lsak, bu значит double ekan deb oladi. Agar uni biz float deb bermoqchi bo'lsak, oldiga f literalni qo'shishimiz kerak bo'ladi. Float 4 byte, double 8 byte, kattaroq double. Keyingi ma'lumot turi bu ham sonlarni saqlash uchun ishlatiladi. Decimal tili. U faqat yuqori aniqlik talab qiladi, ya'ni moliyaviy hisob kitoblar uchun ishlatiladi. Uni xotirada hajmi 16 byte saqlaydi va aniqligi 28-29 raqamgacha. Decimal tipida ham oxirida literal qo'shishimiz kerak bo'ladi. M degan. Bundan oldingi slaydda floatga e'tibor bersangiz f qo'shgan edik. Bunda m qo'shamiz. M degani bu money degani. Shuning uchun m qo'shiladi. Money bilasizlar endi, pul. Keyingi ma'lumot turi bu boolean. Bu asosan if shart operatorlari bilan ishlatiladi. Birinchisi true, bu rost degani, ya'ni biror narsa rost bo'lsa, o'sha amal bajariladi. False bo'lsa yolg'on degani. Quyidagi misolda ham ko'rib turibmiz, agar is online, ya'ni true bo'lsa, foydalanuvchi online degan yozuv chiqadi. Agar false bo'lsa, bitta agar deb false deb yozmayapti, balki else kelyapti. False, foydalanuvchi offline degan yozuv chiqadi. Keyingi ma'lumot turimiz char, charakter degani, ya'ni belgi. Bu bitta belgini saqlash uchun ishlatiladigan o'zgaruvchining turi. Belgilar qanaqa belgilar? Harflar bo'lishi mumkin, raqamlar. Lekin bunda son emas, belgi deb oladi. Belgilarning turi simvollar har xil. Reshotka, dollar va maxsus belgilar. E'tibor bersangiz, bu drop slash bilan n bu qatorni pastga tushirish, t bu tab qo'yib ketadi va bu yerda ko'rsatilgan drop belgisi
shu dropni ekranga chiqaradi. Mana keyingi slaydimizda ham shuni ko'rsatib o'tganman. Ya'ni bu yerda masalan biron bir matnni ichida drop bilan n qo'yilsa, undan keyin kelgan matn yangi satrdan boshlaydi. Qolganlari ham shunaqa. Masalan, tab qo'yish uchun slash bilan t harfi ishlatiladi yoki slash kodini chiqarish uchun ikkita slash ishlatish kerak bo'ladi. Keyingi darslarda ham matn yozilgan joylarda bularga yana to'xtalib o'tamiz. Hozircha ma'lumotlar turiga bag'ishlangan darsimiz shulardan iborat. Amaliyotda yana bularni chuqurroq ko'rib chiqamiz. Keyingi darslarda yana ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling.